Bizda hozir ko'rib turganingizdek nosogubniy skladkalarida chuqur osilish bor. Ya'ni уже mana yuzlari bo'shab qolgan. Hozir biz nosogubniy skladkalarini to'ldiramiz va ikkita qosh o'rtasida ham уже mana ko'rib turganingizdek chuqur ajinlarimiz bor. Ularni ham hozir filler yordamida hozir ajinlarni bartaraf etib beramiz. Zido holatlari. Hozir mana sizga chistka qildik. Endi chistkadan keyin lidokain suryaman, обезболивающий. Keyin dog'iz bilan ishlaymiz. Spetsial yuzingizga bioretalizant qilamiz. И nosogubniy skladkalaringizni to'ldirib beramiz. Biz hozir bularga Galval kompaniyasining Immunity Booster bilan giperpigmentatsiyalarga ishlab beramiz. Bu preparat yuzlaridagi giperpigmentatsiyani, ya'ni dog'larni oqartirib beradi. Patsientimiz shunaqa pozitivniy insonlar, mana orisa ham jim yotibdilar. Mijozimizga hozir ko'rib turganingizdek yuzlariga bioretalizant qildik. Ozgina ishlari bor yuzlarida. Nosogubniy skladkalarini filler bilan to'ldirdik. Lablariga ozgina urg'u berdik. Juda ham ko'p emas, chunki yoshlarni inobat berdik va ikkita qosh atroflarini ham filler bilan to'ldirib, botoks qilib berdik yuzlariga. Hozir bu hozirgi rezultati полный rezultat emas. Rezultatlari xudo xolasa 10 kun ichida yana bo'ladi inshaalloh. Lekin boshida ko'rsatib o'tganman, yuzimni video qilib oldinglar-ku. Lekin ko'rsatib o'tganda ancha o'zgardim-da, asalim ancha o'zgardim. Rosa ham o'zimga yoqib ketyapti. Barcha opa-singillarimizni taklif qilaman. Aynan Shahzoda singlimga taklif qilaman barchalarni kelishinglarni. O'zimni sevib ketyapman. Rosa ham yoqadi. O'zi birinchi martasida rosa yuzimga dog'lar ko'p edi. Mamamlarimga ajin bor edi. Mana qaranglar, hali 10 kundan keyin rezultat yana bo'ladi. Sizlarga video qilib ko'rsatib beramiz. Aynan opa-singillarimiz barchalarni taklif qilamiz kelishinglar. Mumkin Shahzoda qo'llari go'l singlimizga. Rahmat.